kelinlarimizga shu qaynona bo'ladimi, qaynota bo'ladimi yoki turmush o'rtoq bo'ladimi? Ha, bitta homilador ayol kelin, men ham homilador bo'lganman, tuqqanman, hech narsa qilmagan degan nazar bilan emas. Uning vujudida, uning tanasida meni naslimni davomchisi o'sayapti. Meni naslimni davomchisi sog'lom o'sishi kerak. U aqlli bo'lishi kerak. Tug'ilgandan keyin har bitta jumla, har bitta gapiradigan gapi dono va ma'noli, unga o'rgatiladigan narsalarni juda tez qabul qilib oladigan va kelajakda nafaqat o'zining avlodining davomchisi, balki O'zbekistonning kelajakda qaysidir sohadagi rivojlanishiga hissa qo'sha oladigan meni naslim rivojlanyapti degan ko'z bilan qarasak, ana o'shanda homiladorlarimizga bo'lgan munosabat, ularga bo'lgan e'tibor o'zgaradi.